Jome kurugini yonginasida 2 xonali kvartira narxida sotuvga qo'yilgan hovlimizni sizlarga havola etamiz. Attigi 2 xonali kvartira narxida qo'yilgan ushbu obyektimizni manziliga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, Chuqursoy shifokorlar mahallasi yo'l yuzidan 100 metr, Jome kurugidan 3 kilometr masofada joylashgan 1-2 sotuvga tushgan 10 ga 12 hajmga ega bo'lgan obyektimizni birgalashib ko'rib chiqamiz. Obyektimizning eng zo'r fishkalaridan biri oldimizda palissadnikimiz ham mavjud, o'rtoqlar. Xonadonimizga kirib kelishlida 40 kvadrat metrga ega yashil hududga, ochiq maydonga ko'zingiz tushadi. Bu yerda sanuzillar, bu yerda bo'lsa oshxonamizga hudud qoldirilgan. Xonadonimizda 3 ta xona mavjud, 80 kvadratda tashkil etadi. Xom g'ishtdan qurilgan qadrli do'stlar, rekonstruksiya qilib bemalol qurib olsanglar bo'ladi. Remontlarni asfijit qilib, mazza qilib istiqomat qoladigan joyi o'rtoqlar. Barcha sharoitlarga ega kommunikatsiyalar o'rnatilgan ushbu obyektimizning narxiga to'xtaladigan bo'lsa, xonadon egalarini atigi 60 ming AQSh dollariga ko'ndirib qo'ydi. Ko'ngillarga qarab, yana yumshatib beriladigan joyi bor. Sizlarga eng zo'r va arzon obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.